fikrlash to'g'risida yana gaplashamiz. Biz nimadir o'rganmoqchi bo'lsak, atrofimizda juda ko'p o'rgatadigan bizga narsalar bor. Radarlar qayerdan paydo bo'lgan? Radar bu ko'rshapalakdan olingan. Mehnat taqsimotini o'rganmoqchi bo'lsak, men ko'proq chimollarga qaragan bo'lardim. Kashfiyot to'g'risida gaplashamiz. Bugungi ko'rsatuvimizni olinayotgan joyi Yale universiteti, Amerika. Biznes hech qachon tadbirkordan u yoqqa o'tib keta olmaydi. Ustozlarimizdan bittasi bo'lishi mumkin. Ko'chadagi alkash. Samsung'ga vitse-prezidenti tomonidan ozgina suhbat bo'ldi. Samsung 10 yildan keyin nima deb ko'ryapti desam, qorong'i zavodlar deyapti. Bu degani odamlar bo'lmaydi deyapti. Telefon nima bo'ladi desam, telefon Assalomu alaykum. Bugun fikrlash to'g'risida yana gaplashamiz. Bugungi ko'rsatuvimizni olinayotgan joyi Yale universiteti, Amerika, New Haven degan shahar. Yale universiteti 1701-yilda tashkil topgan va top universitetlarga kiradi. Ayniqsa magistratura management yo'nalishida, biznes yo'nalishida dunyoda 6-o'rinda turadigan universitet. Juda ko'p mashhurlar chiqqan bu universitetdan, shu jumladan George Bush ota, George Bush o'g'il, Bill Clinton, Hillary Clinton va hokazo juda ham ko'p insonlar bu universitetni bitirgan. Ivy League'ga kiradi, Liga Plusha deyiladi, ya'ni top bir nechta universitetlar o'zini kichkina klubchasi bor. Shu klubning a'zosi bu universitet. Bugun nima to'g'risida gaplashamiz? Bugun fikrlash to'g'risida gaplashamiz. Fikrlashda qarash bor, ko'rish bor. Aksariyat inson qaraydi, lekin ko'rmaydi. Men juda bitta joyda qiynalaman. Ayniqsa o'zimiz dars berayotganda, o'qitayotganda nimadir mavzuni o'tsak, endi baribir tabiiyki ko'p soha a'zolari o'tiradi. Misol uchun mebel sohasini gapirsam, o'quv markazidagi tadbirkor qo'l ko'taradi. Alshar aka, o'quv markazi to'g'risida ham gaplashaylik deyshadi. Yoki o'quv markazi to'g'risida gapirsam, oyoq kiyim sotadigan tadbirkor oyoq kiyim to'g'risida ham gaplashaylik deydi. Kafirdam degan narsa bor. Nima degani? Stomatologlar biladi. Nima u kafirdam? Mohiyati nima kafirdam? Fokus. 30 bitta tish bekityapmiz-da, bitta tish bilan shug'ullanyapmiz. Nima beradi? Mana stomatolog nuqtai nazaridan eshitaylik, nima yordam beradi sizga kafirdan? Balki neudobniy narsami? Udobniy. Fokusingiz bitta joyda bo'lgandan keyin vaqtingiz tejaydi. Misol uchun so'lik bilan kurashish yoki til bilan kurashish, lunja ochib turish ko'proq vaqtingiz olib qo'yadi-da. Buni o'rnatganingizdan keyin 2 barobar vaqtingiz tejaladi. Ish samarasi. Ish samarasi. Sifat shunaqa. Zo'r. Biznesda nima farqi bor? Mana hozir 12 ta narsa, 12 ta taklif oldik. 12 tasi bilan shug'ullanganimiz yaxshimi? 12 ta tish birdaniga davolagan yaxshimi yoki 11 tasidan? Endi sizlarga savol. Qaysi biridan birinchi voz kechasiz? Mana sizda 3 ta tish og'riyapti. Kafirdan qaysi birini qo'yasiz? Eng osonimi? Eng og'rib turganimi? Eng og'rib turganimi? Og'rib turgan. Eng yana boshqachasini nimadan qo'yasiz? Eng og'rib turganiga. Misol uchun bemorga og'irlik tug'dirmaydiganidan qilishimiz kerak-da. Yengilidan boshlab uni osonidan. Osondan qilsak, bemor qolgani ham oson bo'lar ekan deb ishonadi, keyin bir bola qo'yasiz. Qayta sotib qo'yasiz. Yaxshi. Mana ko'rdim, doktorlarni ehtiyot bo'linglar. Hozirchi tish to'g'risida gapiryapmiz deb o'ylayapsizlar. Nima to'g'risida gapiryapmiz hozir? Biznes to'g'risida. Sizni ishlaringiz to'g'risida gaplashyapmiz. Sizda hozir har kuni 10 ta, 20 ta qiladigan narsangiz bor. Bu 20 ta mumkin emas deyapmiz. 19 tasini bekitib qo'yishingiz kerak deyapmiz. Biz qarayapmiz, lekin ko'rmayapmiz. Misol uchun biz atrofdagi tabiatdagi ko'p ustozlarimizni ko'ra bilishimiz kerak. Ustozlarimizdan bittasi bo'lishi mumkin ko'chadagi alkash. U ham ustozlik qiladi. Qanaqa qilib ustozlik qiladi desak, ertalabdan boshlab anaqasini qidirishni boshlaydi. Yana olaman, yana otaman. Nima o'rganamiz u insondan? U insondan o'rganadigan narsamiz ishga bo'lgan sevgi, muhabbat. Uyg'onmasdan, ko'zini ochmasdan yana qo'li yaxshi ko'radigan narsaga cho'ziladi. Bu ham bitta ustozlik. U ustoz deganda sahnaga chiqib nimadir gapirib beradigan insonni faqat tushunishimiz kerak emas. Mana bu yerda
daraxtlar bor. Mana bu daraxtlar ham ustozlik bor. Qanaqa qilib ustozlik qilyapti? Ya'ni bu daraxtdan o'rganadigan narsamiz bu nima bo'lishi mumkin? Bu motivatsiya qilinmagan bo'lsa ham, bonus olmasa ham katta bo'ldi. Demak, biz xodimlarimizni chiroyli, katta, yetukli xodim bo'lib chiqish uchun, mutaxassis bo'lib chiqish uchun faqatgina bonus to'g'risida gaplashishimiz kerak emas ekan. Nimaga bu daraxtlar chiroyli bo'lib bir bog' bo'lib chiqdi? Chunki bog'bon ozgina mehr bergandir. Vaqti bilan parvarish qilib turgandir. Noto'g'ri o'sib chiqayotgan shoxlarni olib tashlagandir. Ya'ni bu ham bitta ustoz. Biz nimadir o'rganishimiz uchun faqatgina sizni sohangizni gapirib o'rgatishimiz shart emas. Mana hozir Yel universitetida Kamina tahsil olyapti va har bitta o'tirgan bu yerdagi talaba katta xo'jayinlar o'tiribdi, katta kompaniyalarni CEO'lari o'tiribdi. Samsungga ikkita vitse-prezidenti, dunyodagi global vitse-prezidenti kursdoshim birga o'qiyapti. GM Financials, ya'ni GM kompaniyani banki bor, shuni Xitoydagi CEO'si biz bilan o'qiyapti. Ya'ni dars o'tilayotganda mana sani sohang deb dars o'tilayotgani yo'q. O'tilayotgan darsni hamma o'ziga kerak narsani ko'ra bilib olyapti. Dunyodagi juda ko'p ixtirolar aynan ko'ra bilish orqali paydo bo'lgan. Mana misol uchun radarlar bor. Radarlar qayerdan paydo bo'lgan? Radar bu ko'rshapalakdan olingan. Ko'rshapalakni yashash shu tabiatidan, fiziologiyasidan olingan. Ya'ni ko'rshapalak ko'rmaydi. Nur orqali qanaqadir bir nur yuborilsa, o'sha nur qaytib kelish orqali bu yerda qanaqadir buyum bor ekan, yo bir narsa bor ekan, devor bor ekan degan prinsipdan shu radarni o'ylab topgan, ixtiro qilgan odam ham shu ko'rshapalakka qarab shu narsani o'qitay deganda shu narsani keyin qayerda ishlatish mumkin deb radar, sputniklar ixtiro qilingan. Yoki etiklik org struktura. Korxonada org struktura qanday qilib tuzilishi kerak? Tepada biznes egasi, keyin CEO, muovinlari, bo'lim boshliqlari va hokazo degan narsani o'rganmoqchi bo'lsak, babuylardan o'rganishimiz kerak, maymunlardan o'rganishimiz kerak. Ya'ni maymunlarda juda zo'r qurilgan shu org struktura. Mehnat taqsimotini kimdan o'rganishimiz kerak? Mehnat taqsimotini o'rganmoqchi bo'lsak, men ko'proq chimollarga qaragan bo'lardim. Men ko'proq arilarga qaragan bo'lardim. Juda go'zal ko'rinishda mehnat taqsimoti qilingan. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam, biz nimadir o'rganmoqchi bo'lsak, atrofimizda juda ko'p o'rgatadigan bizga narsalar bor. Faqatgina qarab emas, balkim ko'rishni o'rganishimiz kerak. Hozirgi videodan olayotgan qanaqadir keyslar bo'lsa, insightlar bo'lsa, kommentariyada ulashing. Undan ham ko'proq keyslar, insight olmoqchi bo'lsangiz, shaxsan o'zim bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilmoqchi bo'lsangiz, Full Contact loyihamizga ulaning. Full Contact loyihamizda har kuni 2-3 ta audio yoki video formatda ilm ulashamiz. Vaqti bilan Zoomda uchrashuvlar qilib turamiz. Yana ko'p bonuslar taklif qilib turamiz. Yopiq gruppamizga ulash uchun kommentariyadagi havolani bosing. Eng zo'r kommentariy sohibiga Full Contact loyihamizda 3 oylik bepul obuna sovg'a qilamiz. Mana hozir o'qishga ketyapmiz ertalabdan. Ertalab 9 da o'qishimiz, 8:30 da bizani mana bu avtobus kutyapti. Xudo xolasa shu avtobusimiz olib boradi. Morning. Morning, how are you? How are you? Avtobusimiz ichi. Hali hech kim kelmabdi. Shu birinchi qatorga o'tiramiz. Mana hozir sekin ichkariga ham kiramiz. Mana o'qiyotgan joyimiz. Yel universiteti. SOM deymiz, School of Management. Sekin ichkariga kirib, suhbatga ichkarida davom etamiz.
mana bizani o'qiyotgan joyimiz. 9-gruppamiz. Shu yerda darslarimiz bo'lsin. Nasib 3-4 minutda boshlanadi. And in this year, no exception, runs away with the Outstanding Educator Award. His research is focused on understanding and quantifying economic effects of international trade, migration policies. His work follows Bir eksperiment qildik. Ya'ni bu eksperimentda bir zo'r kes bo'ldiki, Abu Sahida Optim oyoq kiyim sotadigan bir tadbirkor va bir xususiy universitetni rektori o'tirib mashq qilindi va bir-biringlarni biznesinglardan nima ko'ra bila olasizlar, nimani o'rgana olasizlar degan mashq bo'ldi. Bir 5-10 minutlik mashq va shu mashqdan keyin bir zo'r kes bo'ldi, zo'r natija bo'ldiki, universitet rektori aytayotdilarki, hozir bu tadbirkordan, ya'ni Abu Sahida oyoq kiyim Optim sotadigan tadbirkordan nima o'rgandim deganda, oyoq kiyim olishdan oldin odamlar oyoq kiyimni kiyib ko'radi. Lekin men universitetga talabalar jalb qilayotganimda kiyib ko'rishga bermas ekanman dedilar. Ya'ni ochiq eshiklar kunini e'lon qilmas ekanman degan xulosa bilan chiqildi. Ya'ni bu xulosa qatdan kelib chiqyapti? Bu xulosa shunchaki boshqa sizni sohangizda bo'lmagan narsadan kelib chiqyapti. Ya'ni biz nimadir o'rganmoqchi bo'lsak, biz faqatgina o'zimizning sohamiz ichida emas, balkim boshqa sohalarni vakillari bilan ko'p suhbatlashishimiz kerak, chunki ulardan o'rganadigan narsamiz ko'p, faqat biz ko'ra bilmaymiz. Shu ko'ra bilishni qanday qilib o'rganishimiz kerak degan savolga javob qidirishimiz kerak. Bu yerda bir zo'r kes bo'ldi universitetda. Kecha muzeyga bordik. Va muzeyda bir suratni oldiga olib kelishdi. Komandaga bo'lishdi, 4ta odam bo'ldik bitta gruppada. Va nima ko'ryapsiz degan savol berishdi. Hamma o'zining fikrini bildirdi. Birinchi bo'lib nimaga ahamiyat berding dedi. Hamma har xil narsaga ahamiyat beradi birinchi marta. Keyin yana nima ko'ryapsan dedi. Qaysi elementlarni ko'ryapsan dedi. Xullas juda ko'p savollar berib, shu suratni oldida adashmasam bir 40 minutcha turgan bo'lsa kerak. Hissadan hissa nima ekan degan savol berilsa, jamoaviy muammoni ko'rish. Ya'ni bu suratda ko'rayotgan narsa nima bo'lyaptiki, suratda ko'rilayotgan narsa bu bir voqea, ya'ni biznes bilan bog'layapti bu voqeani. Ya'ni buni bir kes deb qabul qilib, mana bitta muammo, strategiya ishlab chiqish kerakdir, balki nimadir ishlab chiqib, mijozlarning soni tushib ketgandir deb ko'rgan deyapti. Bu suratda o'zida hamma narsa ko'rinadimi deyapti. Yo'q. Bu suratda sen aniq fikring bilan kelyapsan, ha. Lekin boshqalarning fikrini eshitib ham fikrlaringni o'zgartirdingmi desa, ha, boshqalarning fikri asosida ham qaysidir joylarda o'zim fikrim o'zgardi, chunki boshqalarning fikri ham muhim ekan. Keyin bu suratga baho berishing uchun yetmayotgan narsalar bormi deyapti. Ha, nimani ko'rish xohlarding deyapti. Men aytaman, soch surat chap tomonda mamti bir kichkina olovni qismi chiqib turibdi-da, nima yonayotgan ekan degan savol beryapman. Ya'ni suratga to'liq baho berish uchun hamma ma'lumot yo'q ekan. Biznesda ham shunaqa-ku. Har doim ham 100% to'liq ma'lumot asosida qaror qabul qilinmaydi-ku. Va nima bo'lyaptiki, nima to'g'risida bermoqchiman? Umuman biznesga bog'liq bo'lmagan narsa. Oddiy surat. Lekin shu suratning atrofida shunaqangi biznes suhbatlar ketyapti, dahshat. Har doim boshqa sohalarni o'rganishga harakat qilish kerak. Misol uchun, siz deylik klinikasiz, bolnitsasiz. Deylik siz kimni biznesini o'rganishingiz kerak. Aytaylik, distributsiya sohasini o'rganaman desangiz. Demak, hozir sizni savdoyingiz qanaqa amalga oshyapti? Ko'proq o'zbek klinikalar bilan gaplashganda Instagramda demak qanaqadir reklama beriladi, u tam mijozga keladi va keyin mijozga xizmat ko'rsatiladi. Endi distributsiya qanaqa qiladi? Distributsiya sohasida agar bir fikrlab ko'rsak, ular, ya'ni ishlab chiqaruvchi oxirgi mijoz bilan orasida
kimni qo'ygan? Distribyutorlarni qo'ygan. Undan tashqari do'konlarni qo'ygan, keyin iste'molchi keladi. Kelinglar klinika biznesiga distributsiyasidan nimadir olaylik deydigan bo'lsak, nima olishimiz mumkin? Klinikalar bilan oxirgi patsient orasida, kasallar orasida qanaqadir aynan meditsina sohasida turizm bilan shug'ullanadigan korxonalarni distribyutor qilib olsak, nomi distribyutor bo'lmaydi-yu, ya'ni prinsip o'sha bo'ladi. Ya'ni bu degani hozir mana Hindistondagi, Turkiyadagi klinikada qanaqa qilib O'zbekistondan mijoz olib ketyapti. Bular aynan O'zbekistonda shunaqa meditsinskiy turizm bilan shug'ullanadigan korxonalarni yollayapti-da, ular bilan shu distribyutorga o'xshab shu modelda ishlab mijoz olib ketyapti. Lekin xuddi shu narsani misol uchun universitetda qilish mumkin. Universitetlar qanaqa qilib hozir o'ziga talaba tortyapti, abituriyentlarni tortyapti. Ko'proq reklama qilish orqali. Nimaga chet el davlatlarga, universitetlarga yuboradigan korxonalar bilan shartnoma qilib, ular orqali ham abituriyent tortish mumkin emas. Ya'ni qarang, siz hozir boshqa sohaga qarab emas, endi ko'rib narsalarni o'rganish bilishimiz kerak. Hamma sohalarda atrofda bundan nima o'rganaman degan narsani o'zimizda rivojlantirishimiz kerak. Shu ko'nikmamizni rivojlantirishni boshlashimiz kerak. Distributsiyaga aloqam yo'q deganlar bormi oramizda? Kimda aloqasi yo'q? Nima qilib sotasiz? Xizmat ko'rsatish, kafe, restoran yo'nalishida ishlaymiz. Zo'r. Qarang, kafe, restoran yo'nalishida distributsiya qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Menimcha yo'q. Nimaga? Ya'ni siz kelish kutyapsiz odam, to'g'rimi? Shunaqa. Siz o'zingiz borib ko'rganmisiz? Yo'q. Nimaga? Misol uchun tur firmalar bilan ishlab, har safar turist kelganda sizga kiradigan qilib, banklar bilan borib, banklarga xodimlarning ovqatini sizga beradigan qilib, katta tashkilotlar obedga sizga keladigan qilib yurganmisiz? Endi bizniki asosan fishkamiz baliq yo'nalishida, baliqxona. Baliq? Ha. Nima aloqasi bor hozir gapiring? Naqasi olib borib ishchilarga berish nimasida. Olib borish emas. Segmentimiz balandroq. Olib borish emas. Ular keladigan qilib gaplashsa bo'ladimi? Bo'ladi. Nimaga gaplashmaysiz bor? Bu distributsiya bo'lmasdan nima? Distributsiya degani mohiyati biznes bilan mijoz orasida kimdir turish degani. Distributsiya modeli. Har doim ham oxirgi iste'molchi bilan ishlash emas. Mana kecha gaplashdik. Pardada ham distributsiya qilsa bo'ladi. Qanaqa qilib? O'rtada dizaynerlar bo'lsa, o'zi bu distributsiya model, mana shu model ishlaydi. Distributsiyaga aloqasi yo'q odam yo'q. Faqat biz so'z, distributsiya so'zi boshqacha so'zda bu Coca-Cola ishlatiladi deb biz eshitmay qo'yamiz. Lekin o'sha yerdan olsak, sizni biznesingiz zo'r yana qancha qo'shimcha imkoniyatlar paydo bo'ladi. Tushunarli. Tushuntira oldimmi? O'shanga hozir mana biz gapiramiz, distributsiya so'zini ishlatamiz. Asli bu distributsiya so'zini faqatgina Coca-Cola yoki shunga o'xshagan brendli distributsiya so'zini ishlatadi deb qabul qilmaylik. Har bitta biznesda oxirgi mijoz bilan sizni orangizda kimnidir qo'yib, ularni rag'batlantirib, savdoni oshirish imkoniyati bo'lsa, mana shu distributsiya prinsiplar o'sha yerda ham ishlaydi. Ikkita darsda o'zida sarflagan pulim уже chiqib ketdi desa ham bo'ladi. Ming karra rozimiz ustozdan. Birinchi darsni o'zida, birinchi soatni o'zida o'sha biz yetkazib bo'lib kelganmiz. Mingdan ming rozi bo'lyapman. Biz o'samiz deb o'ylaykanmiz, ko'p narsa qo'ldan chiqib ketayotgan bo'lar ekan. Uni endi kelgandan keyin ochildi-da, ana miya ochamiz deylar, o'sha ochilgan payt tushunib qoldik. Bilishimiz kerak bo'lgan narsalar o'sha ko'p ekan. Men уже hozir shuni plan qilyapman, har yil bir marta kelishga. Hech bo'lmasa. Men to'g'risini aytsam 2 yil o'ylaganman bu yoqqa kelishni. Rezultat beradimi yo'qmi deb. Keyingisiga ham kelish niyatim bor, xudo xolasa. Keyingisida sotuv bo'lim rahbarlarini, sotuvchilarimizni, ish boshqaruvchilarimizni ham olib kelmoqchiman. Hop, bu biz o'qiyotgan qavat. Hozir imtihonlar ketyapti. Shunga sal sekinroq gaplashamiz. Kashfiyot to'g'risida gaplashamiz. Kashfiyot degani nimagadir qarab boshqa narsa ko'ra bilish bo'lsa kerak deb o'ylayman. Misol uchun stol lampalari bor. Ham qiyshayib, transformer lampalar bor. Buni 100 yil oldin bir dizayner inson, adashmasam bir ingliz dizayner bo'lgan. Bu dizayner inson odamni qo'liga qarab turib, nimaga shunga o'xshagan lampa qilsam bo'lmas ekan deb shunaqa lampani ixtiro qilgan ekan. Seyf katta seyflar, ya'ni bankovskiy seyflar juda ko'p, demak, juda murakkab eshiklari bor. Shu eshiklarni arini ko'zini o'sha mikroskop tagida qarab, o'shanga qarab ixtiro qilgan ekan. Endi
bundan kelib chiqib sizlarga savol. Mushukni kech payt ko'rsangiz, mushuk o'zi ko'rinmasligi mumkin qop-qorong'i joyda, lekin ko'zi ko'rinib turadi. Shuni qarab, siz nimani ixtiro qilgan bo'lardingiz? Bir o'ylab ko'ring. Ya'ni qop-qorong'i joy, mushuk ko'zni ochganda ko'zni ko'ryapsiz, kimdir shunchaki mushuk deyishi mumkin, o'tib ketishi mumkin. Lekin ko'ra biladigan inson nima qilish kerak? Ko'ra biladigan inson buni nimada ishlatish mumkin deb o'ylab, hani yo'lda agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, palasalarning orasida haligi отражательlar bor. Ya'ni faradan svet tushganda sizni o'sha yo'lni ko'rsatib turadigan kichkina elementlar bor. O'shani ixtiro qilishgan ekan mushukni ko'ziga qarab. Siz hali ham o'zingizni biznesingiz uchun o'zingizni biznesingiz ichidan javob qidiryapsizmi yoki endi boshqa bizneslarga qarab u bizneslardan nima olishim mumkin ekan deb fikrlashni boshlaysizmi? Manzarani qaranglar. Mana bizni fakultetda hovlisi, mana bu yerda ko'p skameykalar bor, mazza qilib odamlar dam olib, kompyuterni olib ishlab o'tirish sharoit qilib berilgan. Yana kashfiyotlarga qaytamiz. Aslida mana men hozir telefonda qarab olaman, chunki Googledan chiqqan narsalar. Sharika-ruchkani bir me'mor inson ixtiro qilgan ekan. Fotoplonkani musiqachi inson ixtiro qilgan ekan. Telefon apparatni hech qachon topa olmaysiz kim ixtiro qilganini. Bir gorkom inson ixtiro qilgan ekan. Mashina rezinasini veterinar xirurgi ixtiro qilgan ekan. Plastinkani televizor muhandisi ixtiro qilgan ekan. Xullas, ahamiyat beringlar, umuman boshqa soha vakillari qanaqadir yangiliklar qilayotgan ekan. Men hozir bu yerda ko'rmadim o'zini sohasida nimadir ixtiro qilgan insonlar. Bordir balkim, lekin men aytmoqchi bo'lgan narsam juda ko'p kashfiyotlar baribir boshqa narsaga qarab topishimiz kerak. Boshqa sohalarni o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Men hozir o'zim uchun kursdoshlardan o'rgangan narsam nima bo'ldi? Samsungga vitse-prezident tomonidan ozgina suhbat bo'ldi. Abed qildikda savol berdim. Ertangi kunni Samsung 10 yildan keyin nima deb ko'ryapti desam, dark factory deyapti. Ya'ni qorong'i zavodlar deyapti. Bu degani odamlar bo'lmaydi deyapti. Robotlar bo'ladi. Nimaga qorong'i? Chunki svet nimaga kerak robotlar uchun? Yoki issiqlik nega kerak robotlar uchun? De umuman boshqa konsepsiya. Biz hozir qatdan yaxshiroq abarni sotib olaylik deb ishlayotgan bo'lsak, katta bolalar to'xta deyapti-da, dark kitchenlar bor. Mana bizda dastavka ovqatlar bor, restoran o'zi yo'q, lekin ovqat qilsa bo'ladi, lekin dark kitchenni endi dark factory qilyapti. Ya'ni telefon nima bo'ladi desam, telefon ko'p variantlar bo'lishi mumkin deyapti, lekin bitta variantlardan ko'p variantlardan bittasi menga yoqadigan deyapti, shaxsiy fikrim. Bu ochkini o'zi qoladi deyapti. Ochki bo'ladi, ochkini o'zida telefon qiladigan odam telefon qilaveradi, o'sha yerda ochkida telefon qilib gaplashaveradi. Qo'lda telefon ko'tarib yurish ehtiyoji bo'lmasligi kerak deb taxmin qilyapti. Endi u ham aniq bo'lmasligi mumkin, lekin shu taxminlarning ichida ko'proq shu variant bo'lsa kerak deb taxmin qilyapti. O'zimizning sohamizga bu narsadan nima olamiz? Bu degani ertaga men agar dars beraman desam, men sahnada turib dars berishda davom etamanmi? Katta ehtimol bilan yo'q. Demak, men boshqa ko'rinishda, umuman boshqa kesimda o'zimni kelajagimni ko'ra bilishni o'rganishim kerak ekan. Siz sohangiz ham xuddi shunaqa. Misol uchun siz o'yinchoq ishlab chiqarasiz, o'yinchoq sotadigan sohamisiz. To'xtang, nimaga siz o'yinchoqni ishlab chiqarib do'konga borib sotishingiz kerak? Do'kon nimaga kerak? Balkim nimaga siz har bitta bolani nima yoqayotganini bilib, o'rganib, qaysi o'yinchoq turlari yoqishini bilib, har bitta xonadonga mahsulot yetkazib berish bilan shug'ullanmaysiz. Chunki butun dunyo shu narsaga kelyapti. Ilgari samolyotga bilet olmoqchi bo'lsak, aviakassaga borib oladigan paytlarimiz bo'lgan. Hozir kim aviakassadan bilet olyapti? Men bilmayman. Ko'p biletlar aviaselsda boshqa platformalarda olinayotgandir hozir. Mehmonxonaga zakaz qilish uchun tur firmalarga chiqadigan paytlar bo'lgan 15 yil oldin. Hozir Booking.com'da mehmonxonani sekundda bron qilsa bo'ladi. Misol uchun, menda o'quv markazi bor. Nimaga men o'quv markazlarini o'zimni qilmayman, ya'ni marketplace'ini qilmayman. O'zimdan qarab, hozir o'rganadigan narsam shu.
ya'ni bitta joyda hamma o'quv markazlarini nimaga yig'mayman yoki hamma umrachilarni mana umra sitiga o'xshab bitta joyga hamma umrachilarni nimaga yig'mayman yoki stomatologlar bor. Stomatologlarni hozir ko'radigan bo'lsak, stomatologik klinika ochish qimmat, chunki o'zi diagnostika qilish kerak, yana nimadir qilish kerak. Lekin bitta kreslo olish stomatologiya klinikasida menimcha 3-4 ming 5 mingdan bitib ketsa kerak. Nimaga men stomatologik katta marketplace qilmayman? O'zimga o'xshab bitta joyda kattaroq joy olib, bitta katta diagnostika apparatini qo'yib, kichkina kabinetlarni stomatologlarga arendaga berib marketplace qilmayman. O'zimdan ko'radigan narsam o'zim sohamga mana shunaqa narsa ko'raman. Boshqa sohalarda qarasam yana nimadir o'zimga olishim mumkin. Ya'ni bizning muammo juda katta muammo va bu meni og'rig'im. Biz mana shunaqa fikrlashni bilmaymiz, o'rganishimiz kerak. Biz faqat qaraymiz. Men stomatologiyama Alisher aka o'quv markazi to'g'risida gapiryapsiz, stomatologiya to'g'risida u narsa etinchisi men voy shunaqa siqilib ketaman to'g'risi. Shunaqangi jonim achiydi. Voy o'zi siz to'g'ringizda gapiryapmiz yo'q hozir. To'g'ri, men o'quv markazida bitta narsa misol keltirishim mumkin. Misol uchun o'quv markazida xodimlarni qanaqa qilib ko'zini yondirib ishlash mumkin. Bu o'quv markazi so'zini olib tashlasangiz, bu stomatologiyaga ham, optimchaga ham, zavodga ham to'g'ri keladi-ku bu gap. Ya'ni nimaga shunaqa fikrlamaymiz? Nimaga biz shu miyalarni ochib yormaymiz degan savol. Harakat qilaylik ko'ra bilishni. Ko'ra bilish orqali любой sohada ko'chada ketyapsiz, mana bu narsadan nima o'zimga olishim mumkin? Bu narsadan nima o'zimga olishim mumkin? Mana men hozir bu yerga kelsam, rosa o'qiyim kelib ketyapti. Chunki shunaqangi sharoit yaratganki, mazza qilib bu yerdan ketmay, mana shu yerda o'tirsamda, kompyuterni olib, kitobni olib o'qisam deydigan sharoit yaratib qo'ygan. Endi nimaga bu narsani men ishxonamda qilmayman? Nimaga meni xodimlarim kelib oyligiga ishlab ketishi kerak? Nimaga meni xodimlarim kelib to'xtaman, uyga bormayman, mana shu yerda yana ozgina o'tiring deydigan sharoit qilib qo'ymayman. Shunchaki atrofga qarab nima ola olaman? Bu sohadan nima ola olaman? Bu universitetdan nima ola olaman? Bu do'konchadan nima ola olaman? Haligi velosipedchidan nima ola olaman degan savolga har doim javob qidirib yursak, men o'ylayman, shu tadbirkor o'zi rivojlanishni boshlaydi va biznes hech qachon tadbirkordan u yog'iga o'tib keta olmaydi. Tadbirkor o'zi shu patolog. Shu patologni ko'tarish bilan shug'ullanishimiz kerak. Hammaga omad tilab qolaman. Ko'ra bilishni o'rganaylik.